O'zbek seriali Ofsinlarning 46-qismi 2025 yil 24 noyabr kuni soat 20 da Milliy TV orqali namoyish etilishi kutilmoqda va bu qism mavsumning eng ta'sirchan voqealaridan biri bo'lishi aniq. Syujet keskin burilishlarga boy, oila ichidagi ziddiyatlar esa tomoshabinni ekrandan uzolmaydigan darajada kuchli ifoda etilgan. Ofsinlar serialining mazmuni ko'pchilikka tanish hayotiy vaziyatlarga tayanadi. Kelinlar o'rtasidagi raqobat, ichda yigilib kelgan ranjishlar, katta oilada o'z o'rnini topish, mehr va rashkning bir-biriga aralashgan murakkab hislari. Yangi qismda bu mavzular yanada chuqurroq ochiladi. Yillar davomida yashirib kelingan sirlar yuzaga chiqib, qahramonlarni murakkab tanlov oldida qoldiradi. Har bir qaror butun oilaning taqdiriga ta'sir qilishi mumkin. Serialning kuchli tomoni obrazlarning tabiiyligi va ularning his-tuyg'ularining ishonarli tasviri. Sun'iy dramatizmsiz hayotning ozi qanday bo'lsa, shunday ko'rsatiladi. Ofsinlarning 46-qismi ham shu darajani davom ettirib, tomoshabin kutgan kuchli dramatik voqealar bilan boyitilgan.